Ser Mikhail. U faollashmayapti. Nima uchun? Skyrunner qanotlari! Skyrunner qanotlari! Skyrunner qanotlari! Tushunmayapman. Sizlar tuzoqdasiz. Teleportatsiya bu minorada ishlamaydi. U sehr bilan bloklangan. Bloklanganmi? Bu bema'nilik. Teleportatsiyaga to'sqinlik qiladigan sehrlar shunchaki mavjud emas. 50. Uni eshitdingmi? Ha, eshitdim. Texnik jihatdan u haq. Teleportatsiyani oldini olish uchun ushbu minoraga qo'llangan sehr men asl ijodimdan biridir. Tubsizlikdan olingan zindon yadrosini ichki ishini tushunish juda qiyin vazifa edi, lekin men uni funksiyalarini sehrim bilan takrorlashga muvaffaq bo'ldim. Buni zindon yadrosiga asoslanib yaratdingizmi? Bu bema'nilik. Xo'sh, nima bo'ldi? Qochayotgan emasmidingiz? Yo'q, hech qachon. Umid yo'qolmagan. Oq ritsarlar albatta bizga yordamga keladi. Bizning kapitan Hardin o'zi 3000 darajadan yuqori. U seni xuddi chivindek yo'q qila oladi. Mayli, men mehribonman, senga so'nggi imkoniyat beraman. Bizni hoziroq ozod qil. Seningcha yordam keladimi? Kutganingiz uchun rahmat. Kirishingiz mumkin, bolalar. Kapitan Hardi, Masta, Sharpat, bular Niya va Kiya. Ularning barchasi mag'lub bo'ldimi? Yaxshi ishladingiz, bolalar. Light, do'stim. Usta Light, sizning qo'lingiz. Men yaxshiman. Xavotir olmanglar. Xo'sh, qayerga yetgan edik? Sen nimadir deyotgan eding. Xo'sh, bu nima edi? Umid haqida. Nimadir, to'g'rimi?